ota-onalar qo'rqadi-da. Ota-onalarga gapim, agar farzandlaringiz sportdan shu yo'nalishda ketib, chempion bo'lib, hozirgi olimpiada chempionlaridek ko'tarilishini xohlasalaringiz, uni yo'lida travma bo'ladi, boshqa narsa bo'ladi, mazasi qochib qoladi. Bu narsani o'ylamanglar, yaxshi doktorga ko'rsatib, uni davolab, yana yo'ldan ozdirmanglar. Davom etish kerak. Любой bitta sarvinovatilniy sport travma bo'ladi. Men hozir aytib chiqsam, lablaringizga uchib uradi. Hamma yoqda travma. Hamma sportda shunaqa bo'ladi. Hali ham bizning sport eng bezobidniy sport. Mana travmangiz bo'lsa, boshqa narsani qilishingiz mumkin. Lekin kurashda unaqa emas. Boksda, kickboksda, karateda unaqa emas. Karyerani to'xtatib yuborish mumkin. Ha, u to'xtatadi, yaxshi travmasini davolaydi, yana qaytib chiqadi. Travmani o'ylab, o'g'lim travma olmasin desalaringiz, sportga bermanglar.